Hayajonlanib qo'llarim qaltirab ketyapti. Yaqinroq keling, yaqinroq. Ko'z yumib turasiz. Tayyormisiz? Voy, kelishlarni qarang. Va alaykum assalom. Qalaysiz? Charchamadingizmi? Og'riq qo'ymadikmi? Qarang, sizga Jizzaxdan bitta surpriz olib kelgan. Yo, pochcha murshallarmi? Yo'q, pochchangiz yo'q hali. Bo'ydoqman dedi-ku. Eshitdinglarmi? Pochcha yo'q ekan. Bo'ydoqlar harakat qilinglar. Nima deb o'ylaysiz? Oshna orqasida turibdi. Bilmasam endi. Bilmasangiz, taxmin qilib ko'ring-chi. Ayol kishi uchun nima deydi, kichkinami, kattami farqi yo'qda, surpriz bo'lsa xursand bo'ladi. Любой bir e'tiboriga-da. Reaksiyangiz to'g'risi o'zimga ham qiziq. Ko'p kutirish niyatim yo'q. Ko'z yumib turasiz. Yaqinroq keling, yaqinroq. Hayajonlanib qo'llarim qaltirab ketyapti. Yaqinroq keling, yaqinroq. Ko'z yumib turasiz. Tayyormisiz? Aniq. Qo'ldan kelguncha. Ochaymi? Ha, oching. Vau! Anang qizlarga gul. Hali yoqqan bo'lsa juda ham xursandman. Mana qaranglar. Hech sizga hayotingiz mobaynida Jizzaxlik bola gul berganmi? Lekin Jizzaxdan berishmagan. Birinchisi bo'ldimi? Birinchisi bo'ldilar, mart. Hayotingizda ham birinchisi bo'lsam bo'lmaydimi? Surpriz qilaman deganlar va'dasida turdilar lekin. Sizni deb Jizzaxdan где-то endi minnat qilish emas, bir 100 kilometrchada to'g'risi qo'rqib keldim. Sababi gulni uzoq masofaga hozirgi sharoitda olib kelish juda ham qiyin, bilasiz. So'lib qoladi hozir tabiiy gul. Dedi-ku, mana o'rganinglar. Ana. Endi bu yoq endi. Olib qo'ymaysizmi-ki? Yo'q, bizda bunaqa narsa yo'q. Sotib yuboraki yo'q gulni. Ishonasizmi, 3 kun, 4 kun mana shuni istoriya qilaman. Aniq. Chunki yigitim yo'qda. O'rganinglar bolalar, meni kuzatuvchilar. Gul berib turinglar qizlarga. Ana. Xullas, Jizzaxda bitta yangi ish boshlaganmiz. Flora Jizzax gullar degan do'kon ochganmiz akam bilan birgalikda. Mana shu do'konni nomidan sizga sovg'a bu gul. Xudo xohlasa borsangiz Jizzaxga bizning orqamizdan, ishoning, men bundan bir 5 barobar katta gul sovg'a qilaman. O'g'il bolacha, va'da. Eshitdinglar? Keyin bitta narsa, Sirdaryoda ham juda ham chiroyli qizlar ko'p, bilaman. Gulistonda umuman. Ko'p. Mana shu videoni kommentariyasiga chiroyli qizlarni hammasini Gulistondagilarni atmetga qilib ketishsin, like bossin. O'shalarning orasidan o'zingiz 5 ta obunachingizni xohlasangiz mana shu videoga kommentariy yozganlarni tanlab berasiz. Xuddi mana shunaqa guldan 5 ta sirdaryolik qizlarni xursand qilish uchun sovg'a qilamiz. Qizlar, ishoninglar, неожиданно bo'ldi. Syomkamiz bor dedilar. Lekin surpriz borligini bilmagandim, lekin to'g'risi juda ham xursand bo'ldim. Ancha bo'ladi gul olmaganimga. Hayajonlanishimni qaranglar.